Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Muhammed ibn İsmail el-Bukhari rahmetullahi aleyh Sahih Bukhari namlı kitabıda taharetki münasebetlik mezmunlarda mundaqdaydı. Taharette ağzın çayqaş hakkıda deb. Demek mi şu her bir azaga nisbeten ayrım bir bab, ayrım bir hadis keltirgende bu adam delil ispat şeklinde. İmam Bukhari rahmetullahi aleyh bir yerde bu sözünü texin bekrek mükemmelleştiriş için taharette ağzın çayqaş meselesini Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Zeyd qatarlıq uluq sahabeler Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan rivayet qilgan idi deb sözünü texin bekrek güçlendirip atıdı. Undaqda bu 164. numurluq bu hadisde İmam Bukhari rahmetullahi aleyh bizge Ebul Yaman hadis sözlep bergen idi deydi. Bu İmam Bukhari'ninki ustazi hadisinden beşide ötken kitapның beşide Hakem ibn Nafi' namıyla meşhur boğan ustazi. Bu kişi deydi bizge Şuayb Zuhri'din. Zuhri deydi bana Ata ibn Yazid Humran'din hadis sözlep bergen deydi. Humran Osman ibn Affan raziyallahu anhu'nunki azatkar dese yani qadimki qullardan boludu. Tabi'in. Bu Humran Osman ibn Affan'ni ko'rgan holatini tasvirlab, o Hazrat Osman bir taharet suyu chaqardi dedi. Ma hadis boshda o'tgan vaqtida in deb lug'at ishlatgan. Miyada vadu'in deb lug'at ishlatgan. Vuzu deb kelsa taharat, vadu bo'lsa taharat qachisi deb ishlatildi. Bu taharat qachisidagi suvni to'lg'andan keyin, chaqargandan keyin qachidan qo'liga suv quyib, ikki qo'lini 3 qatim yuvdi dedi. O vaqtida hozirgidek jo'g'liq chaynaklarimiz yo'q. O vaqtlarda das, qozondeklam, yaypaq qozonlarni ishlatdi, daslarni ishlatdi. Azraq sanayan qilib qo'lni bir 3 qatim yuvib, pokiz qilib, uni yaqanda qo'lni chilaplam yuydiganga. Ondan o'ng qo'lini taharat qachisiga, ya'ni dasqa akirib, ağzını chaqidi, bunni chaqidi, bunni qoqdi, yüzünü 3 qatim yuvdi, ikki qo'lini jaynak 3 qatim yuvdi, beshig'i masih qildi. Ondan har bir putini 3 qatim yuvdi. Hazrat Osman atrofidagi odamlarga hammasiga bu naq ko'rsatyapti bu yerda. Va oxirida mundaq dedi. Payg'ambar alayhisolatu vassalamning mening mushi ta'ritimga o'xshash ta'rat ilayotganligini men ko'rgan edim dedi. Ve Resulullah mundaq degan, kim mening mushu taharatimga o'xshash taharat elib, 2 rakat namoz o'qib, bu 2 rakatlik namozda o'z ichida gap qilmasa dedi. Ya'ni nafsini xiyolga tashlab etmasa, yoki qalbini xiyol dengiziga tashlab etmay, o'zining qalbini yig'ib turib, yuragini jug'lab turib, Xudoga bog'lab turib demakchi. Bu namozni o'qisa, dunyoviy xiyolladin hamma narsani unutgan holatda Allah u kishining o'tmishdagi gunohlarini mag'firat qiladi deb shundoq degan edi dedi. Bu hadis boshda o'tgan, lekin ba'zan rivoyatda ayrim bir rivoyatlar rivoyat qilindi bu yerda, boshda ayrim rivoyatlar rivoyat qilindi. O'xshamaydigan tarafi, masalan, boshda ina degan lug'at ishlatgan bo'lsa, bu yerda vadu lug'atini ishlatgan. Başta qachiga qo'lni tiqdi deb ina kalimasini ishlatgan bo'lsa, miyada vadu deb yani taharat ishlatilgan das deb onda lug'at ishlatgan. Yani o'xshamaydigan tarafi azroq, ammo ma'nosi o'pma o'xshash bu yerda. Bu hadisni biz tushunadigan muhim nuqtalar. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning sahobalari Resulullah'niki ish izlarini yetkazish uchun aytbak yarishman. Bunun bexillik qilmaydigan bundaq tarafini tushunamiz. Ham shunaqla biz nazariy darsdan amaliy darsniki unumi nihoyatda kuchli bo'ladi. Buni bilsak. Ya'ni bilsak bu hadisda Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamniki o'tmishdagi gunohlar mag'firat qilindi degan so'zi hamma gunoh emas. Bu faqat bunda sag'ir, kichik gunoh deb qaralgan gunohlarga qartilgan. Ama kabir günah, ağır günahlarga nisbatan elib etgan vaqtida buning cho'qim tövbe qilish kerak. Buning tövbe qilmasa buning gunohi kechirilmaydi.
Yana birisi ba'zi hadislarda keltirilgan vaqtida bu namozda, taratda bunda ixlos qilish, riyo qilmaslik, masalan, damozlik qilmaslik, o'zining bir musulmon ekanligini isbotlaydigan bunda qalbida tuyg'u, o'zining bir pajvoh, namozxon, bunda bir ko'z tutish orzularida bo'lmaydigan, bunda rezil nafsniki bunda ig'ir havaslardan, shaytoniy tuyg'ulardan yiroq bo'lgan ahvol ostida deb bundaq mazmunlarni boshqa hadislarda keltirilgan. Bugungi darsimiz mushada bo'lsin, mushayich bo'lsin. Sallallohu alayhi nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajmain.